Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam g'iybatdan juda ham ko'p qaytardilar. Imom Muslimda kelgan bir hadisda g'iybatni nima ekanligini tushuntirdilar. Bugun mana shuni biz bilib olaylik azizlar. Rasululloh alayhisalom aytdilarki, "Atadruna mal g'iba" dedilar. G'iybat nima ekanligini bilasizlarmi dedilar. Mana shu savolni beryaptilar sahobalarga. G'iybat nima bilasizlarmi deydilar. Allohu va rasuluhu a'lam dedilar sahobalar. Alloh va uning rasuli bizdan biluvchiroqdir deydilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, g'iybat zikruka akhaka bima yakrahu. G'iybat bu bir birodaringizga aytsangiz, shu eshitsa shu gapni xafa bo'ladigan gap bo'lsa-ki, bu g'iybat. O'zini yuziga aytsangiz xafa bo'lib qoladi. Mana shu g'iybat dedilar. Shunda sahobalar aytdilarki, "Afara'ayta in kana fi akhi ma aqul?" Agar biz gapirayotgan gap o'sha birodarimizda bo'lsa-chi? Mana shu bizda bor azizlar, bilasizlarmi? G'iybat qilayotganda mana shunda ko'pchilik e'tibor beringlar. Allohdan qo'rqadiganlar, mana shunaqa mav'iza eshitganlar, ozgina bo'lsa ham insof, taqvoda turgan odam g'iybat boshlanganda birodarlarga aytadiki, "Ya g'iybat qilmaylik" deydi. "Qo'yinglar, g'iybat qilmaylik, g'iybat yomon narsa ekan, o'lgan go'shtni yeyish bilan barobar ekan" desa, nima deydi hali g'iybat qilayotgan odam? Biz g'iybat qilmayapmiz, haqiqatni aytyapmiz deydi. Uni sifatini aytyapmiz deydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shuni aytyaptilarki, "In kana fihi ma taqulu faqad igtabta." Agar unda bor narsani gapirayotgan bo'lsangiz, siz uni g'iybat qilibsiz. Va illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Agar siz unda yo'q narsani gapirayotgan bo'lsangiz, unda siz unga bo'xton qilibsiz dedilar. Bor narsani gapirish g'iybat ekan azizlar. Yo'g'ini gapirish bu bo'xton, tuhmat ekan. Bahonamiz yo'q ekan.